Assalomu alaykum hammaga. Mana ko'rib turgan narsalaring bu shampinyonni kompost tayyorlash jarayoni. Bundan qo'ziqorin shampinyonlar chiqadi. Kimga shu kompostlar kerak bo'lsa, kim qo'ziqorin yetishtirmoqchi bo'lsa, shu raqamlarga telefon qilinglar va kim o'zi kompost tayyorlamoqchi bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqinglar. Kompost tayyorlashni noldan o'rgatamiz. O'zlaring tayyorlasalaring 50 kvadratga 10 million, 12 million olayotgan kompostlaring 3 million, 4 millionga bitadi. Yo'lkaralari hamma yo'q yonlaringga qoladi. Bizda nima ko'p, O'zbekistonda go'ng, somon topish juda ham oson. Faqat shu sharoitlarini, joylarini chiroyli qilib tayyorlasalaring bo'ldi. Biz bu yog'iga o'rgatamiz. Mana bizda hozir shogirdlarimiz tayyorlagan kompostlardan 15 kilodan 18 kilogacha, o'zimizda ham 15-18 kilogacha hosil olyapmiz. Bu normal holat. Sababi o'zi 15 kilo, 10 kilodan olinganda ham 50 kvadratdan 600-700 kilo hosil chiqadi. Hozirgi o'rtacha narx 60 ming, 70 mingning orasida shampinyon. Bemalol 50 kvadratdan 20 million, 30 million daromada chiqasizlar. Bu kimga qiziq bo'lsa, shogirdlarimizdan bizda chiqayotgan hosillarni bemalol ko'rasizlar. Sotish jarayonlarigacha, chiqarish jarayonlarigacha hammasida noldan o'rgatib boramiz. Mana shu ko'rayotganlaringiz shu o'zimizda chiqayotgan kompostlarning hosillari, bemalol telefon qilaveringlar.